kishi bo'lib qolsa ham 6 kishi bilan tortishadi, iloji yo'q. Shuning uchun keyin bular 5 ta bizlar 5 ta bo'laylik, ular 5 ta bo'lsin demasin. 5 kishi bilan 6 kishi tortishadi. 7 kishi bo'lmaysizlar. O'yinimizning qoidasi shunday. Arqonni qo'yamiz, bir kishi o'tgandan keyin bo'ldi qo'ydik, bizlar yutdik demaysiz. Oxirigacha tortib o'tib ketasiz. Chiziqdan. O'zimiz to'xtadiguncha 6 tadan tayyor bo'lasiz. Bilan 94lar. Undan keyin 89lar, 2003lar. Xo'sh, 97, 87, 85, 2005, 90, 98, 95, 2000, 91 bilan 84lar. Hozir 2006 bilan 99lar chiqsin. Ozgina orqaroq bo'lasizlar. Ey, qatnashchilar, Doniyorning komandasiga e'tibor berasizlar. Men emas. Doniyor boshla desa tortasan, muammo bo'lmasin, g'irrom bo'lmasin. Jamshid, yaxshilab qaraysan, men ko'pini tug'ilgan yilida tanimayman. Agar aralashsa, birdan parajini yozib beramiz. Qara, e'tibor qara, qo'lini ichiga tiqib olmasin mana uni. Mayli, o'rasin, lekin ichidan tiqib olmasin. Ha. Ikkalasini bir xil masofaga qo'yinglar. Oxirigacha, mana chiziqdan oxirigacha tortib o'tib ketasizlar. Hozir mana shu o'yinga 3 ta o'rin qo'yilgan, 3 o'rin. Chiroyli qilib 3 ta o'ringacha chiqib borasizlar. Amin, barakasini bersin, Allohu akbar. Oxirigacha. Bo'ldi, malades. 99-yilda tug'ilgan bolalar g'alaba qildi. lar bilan 94lar chiqsin. Tayyorlanib tursin 89lar bilan 2003lar. 92lar, 94lar, marhamat. Faqat sal tezlashingizlar, kun kechib qoladi. Nimani? Mana kechga konsert bor ekan, hech kim ketib qolmaydi. Sport o'yinlaridan keyin konsert tomosha qilamiz mazza qilib. 94larmi? Malades. 2003lar, davay, 2003lar. Kim edi? Irali, Xurshid. Qani boya bizlarga hech kim chiqolmaydi deyaptilaring. Chiqib keldi mana. 2003lar. Yo, shoshmangizlar, hali turib turingizlar. Hech qanday yutuqni berolmaymiz sizlar. 2003lar. Haqiqatan Doniyor to'g'ri aytayapti. Agar odam yo'q bo'lsa, bir kishi kelsin, biz o'ynamaymiz desam bo'ldi, g'alabani beramiz. Davay, chiqinglar, ey. Tayyorlanib tursin. 97lar, 87lar. 87larga imkoniyat bor, hozir bular hamma xizmat qilyapti. Agar dam olamiz desa, bularni bir navbat o'tib bo'lgandan keyin chaqiramiz. To'g'ri tushundim, birdan aytdim-ku shuning uchun. Chiroyli qil. So'ra, tayyormi, tayyor emasmi? So'ra. Mahkam bo'lasizlar. Davay, 2003lar. Yem malades, bir qazacha qo'ylar 2003larga. Malades. Haqiqatan boya hech kim chiqolmaydi, dudilaring tortib ketdilar. lar bilan 89lar kelsin, ey. Tayyorlanib tursin. 97lar bilan 87lar hozir xizmatda. 85lar bilan 2005lar tayyorlanib tursin. 92lar, 89lar, marhamat. 92lar. 92lar kelsin.
ijtimoiy tarmoqni porloq. Davay, 6 kishi bo'lsin. Bekjon, ke, bir kishi kam. Tayyorlanib tursin 85lar, 2005lar. Qaranglar, Makkamni hammasi joyidami? Tayyor bo'lamiz. Boshladik, davay marhamat. Davay 92lar. 89lar davay. Oxirigacha tortamiz, oxirigacha. Tortur. Bo'ldi, bo'ladiz. 92-yilda g'alaba qildi, bir qasoq chalib qo'yaylik. 85lar bilan 2005lar chiqsin. Tayyorlanib tursin 90-yillar, 98-yillar. Va mana shu 85-yillarga talab bo'lyapti haqiqatan. Hozir o'zimga ham aytdi, bizlar dedi qarimaymiz dedi. Haqiqatan hali yosh bular. 2 yildan beri birinchi o'rinda bermaydilar. Bitta qazoq chalib qo'yaylikmi yigitlarga? Omadini bersin. Malades, charchamangizlar. Tayyorlanib tursin 90-yillar, 98-yillar. 6 ta bo'lsin, 6 ta. Chiqmasalaringiz bitta kam o'ynaysiz. Chaqiring. Kim? Sarvar ke. Kamol chiqinglar. Anka ke, sen ham 85mismi? Chaqirib olaman agar hozir chiqmaydi. Davay, Kamol ke. Kamandaga tayyorlanib turinglar, shoshmang. Davay harakat qilamiz. 85lar bo'sh kelmaysan. 2005lar davay. 2005lar katta. Haydaysan. Davay 2005lar. 85lar bo'sh kelmaysan. Malades. Bitta olqish bo'lsin 85larga. Amaldagi chempionlarimiz var 85-yillar. Malades. 98lar bilan 90lar chiqdi. 98lar, 90-yillar. Tayyorlanib tursin 95-yillar, 2000-yillar. Doniyor, Jamshid, yaxshilab qaranglar, tug'ilgan yili adashmasin. Bir xil yil bo'lsin. Agar tanisang birda aytaver, qo'rqib o'tirma. Almashtiramiz. Davay, chaqiringlar. 90-yilda yana bir kishi. Kim bor? Sardor ke. Va chiroyli zoti bor, chiroyli. Chiqish kerak ha, yigitlar. Boshladi. Ha, 90lar, davay. Bo'ldi, malades. 98lar g'alaba qildi. ...95'lar chiqsin, 2000-yillar chiqsin. Tayyorlanib tursin 91-yillar, 84-yillar. Nechinchi yil? 95 mi? 95 mi? 95'lar chiqdi. 2000-yillar chiqinglar. 2000'lar. Jamshid, yaxshilab qaranglar, e'tibor beringlar. Doniyor, hali tortib ketmasin. Hali tortmanglar, 95'lar. Qani, yo'qmi boshqa yana?
Akbar ke, Akbar. Chiroyli qilib taxlayni, joy-joyiga turasiz. Bitta yoqdan bitta bu tomondan o'tsa arqonda. Boshladik davay. Ha, 95lar bo'sh kelmaysan. Davay, 2000lar yot joyingga. Bo'ldi, malades. 95lar g'alaba qildi. Bir qazoq chalib qo'yaylik. 91lar chiqsin, 84lar chiqsin. 91lar, 84lar. Tayyorlanib tursin. 99-yildagilar bilan 92lar tayyorlanib tursin. 84lar chiqamiz, chiqyapti, malades. 91lar, davay. Iloji yo'q, siz 83siz. 84lar chiqsin. Iloji yo'q, 5 kishi o'ynaydi. Bizlarda qoidamizni buzmaysiz, iltimos sizlardan. Iloji yo'q. Qoidani iloji yo'q, hozir qoidani buzsalaring, hozir yutqazganlardan aralashib keladimi, hech kim chiqarilmay qolaman. Yo'q, iloji yo'q. Men Jamshidni taniyman, sizlarni ham, chunki men qator o'qigansizlar. Allalmaysizlar. Kichkina bo'lganlaringizni olib ketishingiz mumkin edi. Ilojimiz yo'q, 84lardan chaqiringizlar bir kishini. Yo'q bo'lsa endi iloji yo'q. Davraga tushgansizlar, 6 kishini bemalol tortib ketasizlar sizlar. Men ishonaman sizlarga. Anamjon! Boshladik davay. Ha, 84lar. Davay. 84lar davay. Ye, malades. 91lar g'alaba qildi. Xo'p, ikkinchi davrani boshlaymiz. 99-yillar bilan 92-yillar chiqsin. Tayyorlanib tursin. Va 87lar kelmadimi, ey? Tayyorlansa oldi shimdilar. Va bu turishda bizlarni hozir chiyirimiz buzilib ketadi. Sakson yettilar, sizlarga yana 10 minut vaqt. Telefon qilib bo'lsa ham chaqiringizlar, iltimos. Ilojimiz yo'q, hozir agar bizlar chizmamiz buzilsa, qolganlar qolib ketadi. 97-yillar sizlar bemalol kutib turingizlar. 87 bilan tushgansizlar. Endi tashkilotchi yigitlarni ozgina hurmat qilib turaylik bugun. Ular 99lar bilan 92larmi? Malades. Boshladik davay. Ha, 99lar bo'ladi. Mana 99lardan texnikani o'rganaylik. Qoldim, juda malades ey 99lar. Bir qarsoqchalinglar, juda texnika bilan ishlayapti bular, ey. Sakson 5-yillar bilan 95-yillar chiqsa. Tayyorlanib tursin. 95-yillar, 91-yillar. 85lar 98da chiqsin. 85lar 98lar. Olmaydi içmese onu. Tayyorlanib tursin. 95lar, 91lar. 87lar keldimi? Chaqiringizlar. Mana shu o'yindan keyin 87lar o'ynaydi.
Boshladik davay. Ha, bush kelmaysan. Davay, 98'lar orqaga. Bo'ldi, maladi 85'lar g'alaba qildi. Bo'ldi, yetishmaymiz. Voy, isha buva. 99 ham bor. 95'lar bilan 91'lar chiqsin. Endi ilojimiz yo'q, 87'lar kelmasa mag'lubiyat yozib beraman, ey. 97'lar bilan 87'lar tayyorlanib tursin. Qolib ketyapmiz. 2003'lar ham tayyor tursin, hali 2003'lar turibdi. 95'lar, 91'lar. Jamol qo'shilsa ko'pib ketasizlar siz. Davay. Voy, malades. 95'lar bo'sh kelmaysan. Ye, malades. To'qson beshlar g'alaba qildi. Xo'sh, 97'lar bilan 87'lar tushsin. 87. 89'da chiqib ketdi. To'qson yettilar bilan 87'lar. 87-yilda tug'ilgan yigitlarimiz mana shu Navro'z tadbirini o'tkazib beryapti. Tashkilotchi yigitlarga bitta qarsak chalib qo'yaylik. Malades, charchamangizlar. Sizlarga birinchi o'rinni tilaymiz. To'qson to'qqizlardan maslahat olish kerak ekan, juda texnika bilan ishlayapti, lekin qoyil qoldi. Bu o'yindan keyin tayyorlanib tursin 85'lar bilan 95'lar. Eng kuchlilar, eng zo'rlar qolyapti faqat. Nima muammo bo'lyapti? Ya bular tayyor turibdi, sizlar maslahatga ketgansizmi deyman. Ha, 87dan maslahat. O'zi maslahat olishib bo'lgandir-da 1-2 kun oldin. Navro'z chiroyli deyapti-ku. Tezlashtirmasa iloji yo'q. Mashardagilarim yutdilaysizlar. Sakson yettinchi yillari tez kenglar. Iltimos, bugun tadbir bo'lgani uchun sizlarni kutib turibmiz. Bo'lmasa yozib beraydik hozir mag'lubiyatni. Abish qani, Abish? Ustasi, tez kengizlar ey. Roman, tez kenglar. Davay. Yana kim bor? Yana bir kishi kelsin. Kelsin kim? Fazliddin keling. Bir kishi. Tayyorlanib tursin 85'lar, 95'lar. Tayyor turingizlar. Davay 87'lar ketdi. Davay. Davay ketdi. Ha! Ya davay oxirigacha.
Bo'ldi! Bo'ldi! Oxirida o'tib ketdilar. Bo'ldi, o'tib ketdi oxirida. Chiroyli o'yin bo'ldi. 87larga bir qarsa Husayn. Malades tashkilotchi yigitlar. Jamoadoshlar oxirigacha o'tib bo'ldi. Chiroyli bo'ldi. Hakamlar bo'ldi. Jim. ...85'ler bilan 95'ler çıksın. Tayyorlanib tursin 2003-yillar, 87-yillar. Arqon torish qanday bo'lyapti? Palvonlarni bir olqishlab qo'yaylik, davra solib qolmasin. Mana Kontrol, anqabaylik gaplash. ...95-yillar g'alaba qildi. Amaldagi chempionimiz 85'larni tortib ketdi. Haqqoniy tortish bo'ldimi? 95'lar chaliga bir qarsa chalib qo'yaylik. Malades. 2003-yillar, 87-yilda chiqsin. Bularning o'yini yarim final. Hozir 95'lar finalga chiqib turibdi. 99'lar mana shularni yutgani bilan o'ynaydi. ...85'lar hali tayyor turingizlar. 3-o'rin uchun o'ynaysizlar. 3-o'rin ham bo'ladi hozir. 85'lar tayyor turingizlar. Tortamiz, davay! 87'lar bo'sh kelmaysan. Davay! Davay, Jobir ketdi. Davay! Oxirigacha tortasan. Oxirigacha. Davay! Davay 87'lar bo'sh kelmaysan. Davay, oxirigacha Jobir. Davay 87'lar bo'sh kelmaysan. 2003'lar orqaga ketadi. Ketdi. Davay ketadi orqaga hali. Bor hali. Bo'ldi. 87'lar g'alaba qildi. Malades, bir qarsa chalaylik tashkilotchi yigitlarga. Nima bo'ldi? O'tib bo'ldilar. Yigitlar oxirigacha qaradik, o'tib bo'ldilar. O'tib bo'ldilar. Norozichilik bo'lmasin, kutib turdik oxirigacha. 87'lar g'alaba qildi. Oxirigacha o'tib ketdilar. Xafa bo'lmaysizlar, men mana shu yergacha turib qo'yibsizlar o'rinlar.
Iloji yo'q. Sizlar oxiriga o'tib bo'ldilaring. Hech qanday norozichilik bo'lmasin, chiroyli o'yin bo'ldi. Nima bo'ldi? Xalqimiz nima bo'ldi? Halol. Malades halol deganni bir qancha chalib qo'ysin. Qaror qat'iy shikoyatga o'rin yo'q. Yashangizlar, sizlarga ham katta rahmat. 87lar 2 minut vaqt sizlarga dam olasizlar. Hozir 99-yillar bilan 87-yillar arqon tortishadi. Qaysi yutsa finalga chiqadi, 95lar bilan o'ynaydi. Qaysi yutqizib qo'ysa 3-o'rin uchun 85lar bilan tortishadi. 99-yillar bilan 87-yillar. 2001lar talabiga binoan 2001lar bizlarni ro'yxatimizga yozdirmagan, shuning uchun ham o'yinga qatnashmagan, shuning uchun chiqmadi davraga. Xuddi shunday. Sizlarga bitta tortsalaringiz $50 naqd. Mana shu 87-yil ukalarimizga tadbir o'tkazyapti. O'zlarining homiylari agar finalga yetib borsalaring $50 o'zimning hisobimdan degan ekan. Lekin homiy kimligini bizga hozir saqlayapti. Agar finalga chiqsa $50 zoti bor. Buni zotdan tashqari sizlarga. Yutsa $100 ekan birinchi o'rinda olsa. Ana shunday homiylari bor ekan bu yigitlar. Ana shunday homiylarga ham bir qaza chalib qo'yaylik. Endi davraga chiqamiz, ilojimiz yo'q. Sizlarni juda ortiqcha maqtab qo'ydikmi deymanda. 99lar bilan 87lar marhamat chiqamiz. O'yinimiz qanday bo'lyapti? Zerikarli bo'lmayaptimi? Bitta olqishlab qo'yaylik, mana shu palvonlarimiz charchamasa. Jobir aka sizdan iltimos ekan, bularni oxirigacha tortib ketishingiz kerak ekan. Ilojimiz yo'q, o'yinni boshladigandan keyin tortatda bo'lar, qarab o'tiradimi? Bosh. Haqiqatan orqa tomonda ochingiz emas, 87lar. Orqaroq bo'lingizlar. Mana shu taraf sal orqaroq bo'lingizlar, sizlar o'rtaga kirib ketib qolyapsiz, 87lar. Va 87lar Faxriddin kim edi familiyasi? Nurmahmatov sizlarni hisoblaringizga agar finalga chiqsangiz yana $100 atabdi. Agar finalga chiqsangiz $100 sovrinlaringiz bor. Birinchi o'rinda olsangiz 200 sovrinlaringiz bor, $200. Ha? Yo'q, hali finalgacha bor. Yana bitta harakat qilsangiz final bo'ladi. Xuddi shunday. Tayyorlaningizlar. Boshladik, davay! 87lar boshlaysan. Davay muha! 99lar davay! Tort oxirigacha. Oxirigacha tortasan. Davay, 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 ha! Davay, 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 87lar oxirigacha. Oxirigacha. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi, malades. 87larga bir olqish bo'lsin. Finalga chiqdilaring. Sizlarga hozir homiylar tomonidan $150 so'm naqd pul bor. Yana qo'shimchasiga hali sovrinimiz bor, buni aytolmaymiz qo'shib. Tayyor turasizlar? Ikki komandaga 87lar ham tayyorlanib tursin, 99lar tayyorlaninglar. Sizlarga 2 minut vaqt. 3-o'rin uchun kurashasizlar. 85 bilan 99lar 3-o'ringa o'ynaydi. Hozir mana ikkita o'yinimiz qolyapti. O'yinimiz juda chiroyli bo'lyapti menimcha. O'yin arqon tortish tugagandan keyin davrani sal kattatiramiz. Kurashni boshlaymiz. Mana yoshlar maza qilib kurashaman deb maza qilib tomosha qilib turibdi. Tayyor bo'lasizlar hammalari. Davraga chiqqan palvon kurashmaydi, boshidan aytib qo'yay. Tushunarlimi? Joy-joyingda turasan, hozirlarda o'zi parlaydigan odam qo'yaman. Chiroyli qilib olishsan. Bitta ikkita olishmaysan, 10 talab olishasan. Faqat davrada to'g'ri o'tirsang olishasan. Agar davraga yaxshi chiqmaganing olishmaysan bitta ham.
Kurashchilar ham tayyor turaversin. Yaktaksiz olishmaysan. Yaktak kiyib ol hammang. Xo'sh, 85-yillar bilan 99-yillar chiqsin. 3-o'rinni belgilab olamiz. Marhamat, 99lar, 85-yillar. 3-o'rin uchun. Sakson yettinchi yillar bilan 95-yillar tayyor tursin. Birinchi o'rin uchun olishadi. 87lar bilan 95-yillar birinchi o'rin uchun. Hozir 85lar bilan 99lar 3-o'rin uchun. O, malades. Mana homiylarimiz yana ko'payapti. Menimcha arqon torti juda chiroyli bo'lyapti. Mana Jamol ukamiz yaxshi hozir jonli efir uzatyapti. Buni kuzatayotgan Rossiyadagi musofirda yurgan ukalarimiz Ismoilov Abbos degan ukamiz mana 99-yillar uchun $50 atayapti mana. Ana shu Abbosga ham bir qarza chalib qo'yaylik, duo qilib qo'yaylik, ishlarini omadini bersin. Abbosjon, rahmat senga ham, yaxshi ishlab qaytib kelgin. 85lar chiqamiz. Rossiyada hamma kuzatyapti. Rossiya, Toshkent hammasiga rahmat. Duo qilib tursin, o'yinlarimiz chiroyli bo'lyapti menimcha. Haqqoniy bo'lyaptimi? G'irrom aralashmayaptimi? Bir qarsa chalib qo'yaylik qatnashchilarga. Marhamat, 85-yillar chiqamiz. Bo'ldi, endi vaqt bo'ldi. Tayyorlanib tursin 87lar bilan 95lar. 85lar kengizar. 87larga yana $50 yozilyapti. Homiylarimizga ham rahmat. Malades. Faxriddin ukamiz yana $50 qo'shibdi. 87lar malades, charchamangizlar. $85lar charchamaysizlar. 85lar mana 2 yildan beri birinchi o'rinda olib kelyapti. Boya ham eslatib o'tdik. Endi 3-o'ringacha kurashadi. Boshladik mana, katta. Ana 85lar. Davay oxirigacha. Davay 99lar oxirigacha. Bushkimaysa hal bor vaqt. Bushkimaysa. Bo'ldi. Bo'ldi, malades. 85-yil ukalarimiz g'alaba qozondi. 3-o'rin bilan tabriklaymiz. Bir qaza chalib qo'yaylik shaniga. Malades. Xuddi shunday. Mana shu 87lar orqani ochib qo'yasizlar. Endi oxirigacha ipni qo'yib yorguncha tortadi. Qayergacha bo'lsa ham ipni qo'yib yorguncha mana shu taraf tortadi. Shuning uchun orqaroq bo'lasizlar mana shu yigitlar. Marhamat. 87lar bilan 95lar. 85-yillar 3-o'rin. 99-yillar 4-o'rin. Homiylar tomonidan $50 sizlarga. Damga, yechini o'ynar. O'ynanglar, yechtinglar. Ramiz bilan ekan kuylik. Hozir musobaqa tugagandan keyin mana shu o'rin olgan qatnashchilarni jamoat sardorini chaqiramiz. Davraning o'rtasida bular sovrinni topshiramiz. Urkani qo'shinglar, urkani. Zotoladi, zotoladi. O'rka qani, o'rkaga muxlislardan talab tushyapti, o'rka tushsin deyapti. 95lardan O'ral polvon tushsin deyapti. Bitta ziyat bo'lsa qo'shinglar. Kurashchilarimiz qizinib, qo'llarimizni, oyoqlarimizni harakatga keltirib, chiroyli qilib tayyorlanib turamiz. Yosh bolalardan boshlaymiz. Tartibni saqlagan holda, kim tartibni buzsa kurashtirmayman. Mana shu tarafdan sekin-sekin kurashni boshlaymiz. Kurashga yordam beradiganlar tayyor tursin. Hozir ham aytdim.
Muhriddin, Irali palvonlarimiz, Nodir palvon, hammalaringiz, Shokir palvon. Bakovullik qilasizlar. Menga yosh yigitlarni parlab berib turasizlar. Kurashimiz ham chiroyli o'tsin. Tayyor turingizlar. Yana ham bitta ikkita ko'rmay qolganlarim bo'lsa, yana chaqiramiz. Umid bor menda, umid ham dam olib tursin mana. Hammasi. Habida. $95-yillarga 50 dollar homiylarimizdan kim edi? Sardor Xolmuminov hisobidan 50 dollar 95larga. 87larning sovrinini aytdik, sovrindan tashqari zotlar bular. Halallab chiroyli qilib oxirigacha tortasizlar. Ketdi, malades, boshladik. Olqishlab turaylik. Tamam. 95lar bo'sh kelmaysan. 87lar oxirigacha. Davaydan oxirigacha. Bo'ldi, malades. 95-yilda g'alaba qozondi, birinchi o'rinni oldi. Bir qarsach olib qo'yaylik. 87-yillar ikkinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Sizlarga ham bitta olqish bo'lsin. Tashkilotchi yigitlarimiz mana shular. Homiylardan qo'shimcha sovrinlarni ham olasizlar. Bizlar hozir o'rtaga qo'yilgan sovrinlarni topshiramiz. Jamoa sardori kelsin biz yonimizga. 87-yillarga 300 ming so'm zot. Bir qarza chalaylik, ikkinchi o'rin bilan tabriklaymiz. Jamoa sardori kelsin. 3-o'rin 85-yillarga 200 ming so'm zot. Jamoa sardori kelsin, bitta qarza chalib qo'yaylik. Oldingizmi birinchi o'rinda? Jamoa sardori Ural Xurramov bir qarza chalaylik, birinchi o'rin bilan. Kamanda ham chiroyli taxlabdi Ural. 87lar oldimi? Malades 3-o'rinda ham mana qo'liga topshirdik. Hammalaringizga omad. Keyingi Navro'zda arqon tortishigacha ham yana tayyorlanamiz. Menimcha arqon tortish chiroyli o'tdi. Chiroyli o'tdi deganlar bir qarsa chalib tasdiqlab qo'yaylik. Ham malades. Endi bir yaxshi duoni olamizda kurashimizni boshlaymiz. Ungacha bizlar hozir kurashchilarga bitta ikkita yordamchi chaqiraylik. O'rtaga hakam qo'yamiz. Mana chetga yosh shogirdlardan qo'yaman. Parlab o'zini bo'yiga, o'zini visiga moslab chiroyli qilib parlab berasizlar. Parlaydiganlar Muhriddin kelmini oldimga. Irali kelmini oldimga. Irali, o'zlaring kurashadigan davrlaringgacha yordamlashasizlar. Sizlar o'zlaring ham kurashasizlar. Iral qani? Muhriddin, sen ham kel. Mana shu orqa bo'ladi. Agar hozir o'zim tushuntiraman. Umidjon o'rtaga kelsin. Shokir palvon o'rtaga kelsin. Nodir palvon o'rtaga kelsin. Yordamlashasizlar. Iltimos, bir qishlog'imizda Navro'z juda chiroyli o'tyapti. Kurashimizni ham chiroyli o'tkazaylik, bir havas qiladigan. Mana hozir ijtimoiy tarmoqdan jonli efir tomosha qilyapti. Ko'rib turgan qishloqdoshlarimiz yoki mehmonlarimiz ham bir xursand bo'lsin. Tartibda qoidani chiroyli olamiz. $95-yillarga Sardor Xolmuminov tomonidan 50 dollar sovrin, homiylar tomonidan qo'yilgan Sardor Xolmuminovdan olib beramiz. Faqat uni hozir topamiz dalisini chiroyli qilib olib beramiz. O'roljon xafa bo'lmang. Agar bermasa Xolmuminovning uyiga o'zim boraman. Qo'rqma.